Chirchiq shahrida potensial qoidabuzarga chora ko'rildi. Ijtimoiy tarmoq sahifalarimizga Chirchiq shahrida joylashgan 9-sonli maktab oldida quvib o'tish hamda avtomobil yo'lini qarama-qarshi yo'nalishga chiqqanligi bo'yicha video tasvir kelib tushdi. Ushbu video tasvir yuzasidan surishtiruv ishlari olib borildi va Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisi aniqlanib, ma'muriy binoga olib kelindi. Unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarligi to'g'risidagi kodeksning 128-5, ya'ni qarama-qarshi yo'lga chiqqanligi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shuningdek, surishtiruvlar jarayonida ushbu haydovchi o'tgan 1 yil davomida 39 marotaba avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalarini buzganligi ma'lum bo'ldi. Shu sababli ham haydovchilarimizdan bu kabi harakatlarni amalga oshirmasliklarini, bu kabi holatlar oxiri yo'l transport hodisalariga olib kelishi mumkinligini yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz.